Oy, kim o? Oy, men eringlar. Oy, oy, da xeyli ishqi ketib edi o. Oy, birdamda kelibsiz go. Ha, keldim. Ya Allah, bir nas bahona qilib. Seg'inib keldim. Oy, nima bo'ldingni o'zing so'zlab? Oy, nimaga so'zlaydim? Mening erimdek yaxshi bu jahonda yo'q. Har 5 minutda bir qatam meni seg'inib kelib turdi dedim shu. Ya Allah, aqlli xotin. Kelinglar, degan gap bor. Qaranglar, men aytgan ish qilmasam, opam menga telefon uribdi. O'g'lim, sizlarning to'yingda men doktorxonaga yetib kelib kelamagandim. Men poyizga chiqdim. Birdamkin borma dedim, opamning menga tunji qatam kelishi xotin. Shuning bir qandaroq kusak ular deb Ya Allah, qiynonamda endi ko'rdigan bo'pti mendayman. Oy, kelsin, uylarimiz kengri, yotidiganga uy tayyor, qo'saq ash deydisa, tomoq itidiganga men tayyor. Opam kelgani bor-ku, bir nechta turlik ishga alohida diqqat qilmasa qilmaydi. Oy, bu sizning bir nechta turlik deganingiz, odamni nimanda jiddiylashtirdigansiz. Birinchidan, bak takalluf qilish qolmaydi. Lekin takalluf qilmayim bo'lmaydi. Oy. Ikkinchidan, bak koyib ketish bo'lmaydi. Lekin koymayim bo'lmaydi. Oy bu. Üçüncüden bak tul gap qilish qolmaydi. Lekin tul gap qilmayim bo'lmaydi. Oy, to'xtang. Lekin bak tul gap qilsiz ko'p xotinga aylanib qolsin. Hey, bir o'zingiz deb birga qandaroq kutib olsam bo'lar qiynonamni. Qanday kutdinglar xotin? Ash o'zingni opasini qanday kutsanglar, men opamni shunday kutsizlar. Chunki men opam, sizlar opam, men opam emas. Oy, albatta shundoq. Lekin oy, qiynopam kelganda, amma o'zimning opamni qanday muomala qilsam, shunday qilsam bo'laveram-da. Oy, demakchi bo'g'ingizni endi tushundim. Hey, erim, turma o'ngizdan. Hey, bo'lmasa ikkimiz mishad bir repetitsiya qilib olamdik ya. Men uyda o'tirib bir qiynopam kelganda qandayroq muomala qilmay bir mashq qilib olaylik. Taqimizmi ya? Anasini opam bo'lib kiraymi, kutib beringlar. Ma'qul. Hey, opamga o'xshabroq kiram, ha? Ma'qul. Qani bir qilib boqaychi. Oy, kim o? Voy, men opingiz. Oy, opa, ishga o'choq kiravera. Oy. Bu qinopskasini ishga o'choq kiraverdaydi. Yetishmi qizim? Oy, jinim opa. Oy, sen nimanda omaq? Asta omaq. Ojan, jinim opa 15 kun bo'ldi kelib qo'yaymi demaysan-ku. Xuddi meni agi beramay aran tug'anday. Qizim, shu paxtamni cho'lab bo'lamay, qizim. Opa, atigan yog'mish uyning ishlarini qilib bo'lolmay, mush put-qo'llarim og'rib. Opa, tura, o'ningda mening qo'limni bir tutib qo'yg'ina. Dad gapni qildi. Hey! Oy, nima bo'ldi? Nari qinani gapda kelinning putini qo'lini tutib qandanda. Ya Allah. Oy, o'zingiz bayatın, o'zingizning opangizga qanday muomala qilsangiz, shunday qilsangiz bo'ldi dedingiz-ku. Ey xotin, men unda deganimda sizning oilalar bizning oila o'xshamaydi. Ota-ona bilan balotliqda izzat, hurmat bor. Sizning oiladek siz uxlab yotsangiz, opangizga belini tutib qo'ydigan, opangiz uxlab yotsa, dadingiz lag'mayishda oila emas bizning unda. Oy, ajab bir deb ketdingiz-ku. Deb qo'ydim shu, to'g'ri bo'lgan ekan. Oy. Hey, turma o'ngizdan. Yana nima bo'ldi? Mening kalamga bir narsa kelib qoldi, qarang. Endi-chi, men bu qatim qiynopamni shunda qizg'in bir kutib boqayki, kelsangiz hayron qolsiz. Yana qaytib kiramanmi? Ha, yana bir mashq Lekin yaxshiroq kutingchi bu, boya gap qilib qolsin. Xotirjam bo'ling. Ayni qizg'in kutaman. Ha. Assalom. Va alaykum. Qanday marhamat. Qanday ahvolingiz? Obdan. Salomat turdingizmi? Yaxshi kelgansiz? Uyimizning umumiy ko'lami 125 kvadrat metr. Oldi taraf yoshlar bog'chasiga, oq taraf yashanganlar sanatoriyasiga qaraydi. Balkondan qarasangiz, shaharning umumiy qiyofati to'q ko'ngil bo'ldi. Usab ketgansiz, ha? Choy ichamsiz, qahvami? Qitiq ichamsiz, do'g'atmi? Qizig'iz ochdimi? Lag'ma aytaymi, palomi? Qushqashlig'i suyqashmi yoki o'g'loq keshida sho'rpimi? Bo'ldi. Ojon! Oy! Nima u? Oy, nima bo'ldingiz? Bomba deyapman, seriq chiqashdek. Oy! Rashomkanda? Oy! Oy, bommamdi ekan. Voy, bomba ekan, xudo. Hey, bu yoqqa keling ha. Hey, mening boyatim bir qig'alarimning hammani rasmiy ekan deb qoldingizmi? Chaqchaqmi-te? Oy, siz meni bilmabdingiz. Sizni chaqchaq qilib qo'ydim. Jinim xotin, unda sog'mi, opamdan tunji qidim kelish emasmi? Voy, xotirjam bo'ling, xotirjam. Suv bersanglar, texim yaxshi bo'ldi ekan. Albatta yaxshi bo'ldi. Ha, ma'qul. Opam kelsa, siz biringlar. Men kelgan kelib qolsa, ikkimiz tang birlar. Voy, bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Ma'qul chaqirib keling. Ma'qul, ha, bo'ldi. Ya Allah, aqlliq erim.
Vay bo'pti. O'zining apsig'i kuyingan o'zining xotiniga kuyindi emasmi? Ya Allah. Bu deganda öyleni kumuş köklügendek osmonga kökültüp seleverdi ekan. Hay. Hem öy adamning ko'ziga o'xshash ko'rinib. Ya bu öйni tapqilib olmagan aldırashchilikda. Voy. Mush öy shu o'xshaydi jumu. Bak heti o'xshayotir. Bir chik baqay. Voy. Voy kim o? Men. Voy. Assalom. Alaykum assalom. Qizim, Qadixonning uyi mana shumi? Voy, shu. Qadirjonning uyida shu qani ichki kirsizlar. Shukr. Kirsizlar, Ya kirsizlar. Allah. Bu uyning egizligi. O'xshamamdi. Voy, ana. Voy qizim. Qanday ahvollar jinim ana? Salomatman, ondan tudinglar. Keldim jinim ana, hammagaylar. Qani ichki kirsizlar ana. Akasizlar men elib olay. Kirsizlar ana, kirsizlar. Bu uyning Yo'lda egizligi. kagich qancha herib ketganlar ha ana. Uyni tepib bodig'im Salomat chiqdi obdan bolam. kelganlar ana. Tinchlik. Amin. Allohu akbar. Qanday tinchlik salomat Voy kellar. tinchlik bolam, tinchlik. To'y qilgan vaqtingizda men og'rib banus yetib qolgandim. Vaqtida kelolmay qoldim bolam. Voy jinim. Bugun mana shu bozorda qildigan bir jiddiy bir savdo ishlarim bordi. Shuning bilan Kiplankin oldi bilan mana to'yning patisini bir qilib deb kelishim bolam. Az olsun bir jiq tavab qilib. Voy jinim ana to'yga o'zlari kelmagan bilan bir mush narsalarni avatib kellar emasmi jinim ana? Aytamadim bolam. Voy Qadirjon menga hamma dedi ana. Ana, men hozirlik kirman ha. Voy qizim. Voy men oldiraytdim. Ya Allah. Nimanda gipitatlık üzü çıraylı kız valla bu. Ay. Xuday altın yüzlük yakut göz yaraşkandak yarışıp getipti o bana işkisi. Xudayım beşi baş. Ayağı taşıp gidermiş baldırımның. Uf ya Allah. Uf. Vay canım. Ana, yolda kagich qancha herib ketganlar ha? Qiziq bir piyolda Voy choy ichdi. qizim. Ana Bo'ldi, lekin bo'ldi. o'tirib ahvollashamiz. Chaq qujmang balam. Men gipimni qilib boqsiz domuzda. Voy nima deydiganlar ana Voy o'tirsa. canım balam men bak aldiraytdim. Bugun aldirash ishimni bir qilib olsam, men uyingni ko'rib oldim. Buningdekin pat kelib, sizni yo'qlab ziriktirib o'tibman balam. Voy jinim ana, men qarasizlar, menda ranjib qolmaganlar ha. Voy yo'q jinim balam, sizdek umoq qizimdan qandaqmi ranjib qolay? Men buningdekin pat kelib sizni yo'qlab Ana rost aldiramlar hozir. Voy bak aldirayman jinim balam. Ana turib tursizlar. Ana, Qadirjon ishkimizning azroq ko'nglimizni sep qo'ysizlar. Sirtib chiqsizlar bir narsa aytib olamlar. Balam sizlar yeng o'y tutdinglar, bo'ldi. O'zimni ishiltinglar Ana balam. bizgami bor Qadirjon bo'lsizlar. Ha ma'qul, emas tezit qilmadim amsa. Xo'sh Ana balam. lekin men sizni saqlayman ha? Ha, Qadixon balam kelib qolsa, mening salmimni yetkazib qo'yasiz. Jumi balam. Yetkizman, ana Ha, yetkizman. ma'qul. Ana avaylab mangsizlar, men sizni saqlayman amsa ha? Qeyrig'anda bu putimning. Voy bu anam hajab bir oldirashlamangdi-ku. Voy ana. Voy sizmitingiz? Men de anam ekan deptiman. Aras opamning telefonni men sizning og'il kelib ishimiz bilib varlab ketgan. Voy yo'lda uchrashmadinglarmi? Anam hozir sizning oldingizga chiqib Voy ketdi. opam poyez ketdi, kamida yarim soat kun tushdiga men sizning og'il keldim. Voy nima deydigansiz? Ko'midingizmi men qarang, shuncha tutsam olmadi. Men yana kelaman deb. Chaqchaqani qo'yinglar. Chaqqan kiyimingni ishlab chiqmayman. Voy anamning o'zi bilan ko'rishdingizmi ya? Men ko'rishdim. Bu o'zini ko'rishmay, bir soyasidan ko'rishmayman men. Voy chaqqan buning kiyim ishlab chiqinglar, opam qo'shib bormiz, og'ili. Voy ems bu kim? Uyey! Aldamchi! Kim bu? Uyey! Voy opingiz aldamchi ekan. Chaqchaqani qo'yinglar, xotin. Voy Men kiyimni ishlab chaqchaqmadim. chiqaman. Uyey opingiz aldamchi ekan, juma. Hey! Meni opam poyezga kelyapti, chaqchaqani Voy qo'yib. men sizning poyezdiga opingiz demadim. Hozirda kelib ketgan opingiz deyapman. Nima deyganda, mato xudoyim. Meni bir opamdan nima? Qayga opingiz, kimga opingiz deb, va seni qarabasdimi? Qarabasdi. Hozirda bir ayol kiribdi-ku. Ha? Uyga. Men taxi sizning opingiz, uyey, mening qiyin opam shu o'xshaydi deb, eliq siz bergan pulning hammani berib yetibdimi? Ha. Uyey, sarang. Hocam, men. Sen sarang shu. Voy, patamcha. Davay salani o'tadlar. Kaslik. Vasni qasyamoq chirkadi. Voy, sizning shambining olmamdi, balam, sizning shambining olmamdi. Uy, bu mapning qo'shib jinsho. Jin emas, opamning qo'shnisi Oqsudan kelgan kalva. Oltasla. Voy, balam.
Canımdan. Mübarek olsun. Tuzağızda tek görüşke. Sizin aldığında tek kilip. Ma tuyuğunu tebriklep koyay dep çıkıp ketkendim balam. Ama kızımız az olsun ma Kadicem biz ikimizin köңlü dep mana sıkılım tuttum koydu. Pes düşüp içine açıp kalsam lıkkıdı pul. Aş pul var tefil Vay var. uçmaz koğa okşaydı dep ekreşem balam. Kasıltısın bunu yırtı var. Yok çiğgili. Yostrap elvanı yonak çözsün. O yesin Vay sak balam sak sak. O yakılamam Patam kıçamın da açtı bu. Ma apam ma telefon vuruptu. Özür billah apam doktorgan yetip ma öyle kilergen toyducu. Şoma mangdoq dedi. Ha degenginim apam kep kalsın man sen bäde kop koysam man sizin apam okşayda biripti. Manda aşk bu asli. O yeşik yoksatısın bulayıverem. Bak komşu yerimini bireyim ya. Vay yerim balam. Bana tigil oldun bana beğendek oldun balam. Onamni kilga vaqt bo'lib qoldi xuday mana. Oy ras. Ketdi go. Sta biz oturup durun apam ekle ya. Chaqqa berib. Kadixan balam. Ha? Men mi sen bil verip zor ham bil bir didarlış verip mangay Bak balam. atam kıçapa oturtuşlar ben berip ekle. Tutas. Ya baldı men mi sen bil bil baram. Bo'lmasa ishimiz bilil borayle. Anam kelsa ham qo'shib Boş patam kıçam görse ben hoşup tutilgen bak. 6. kat aran çıqqan put agrigan sağınız. Siz asti yuz Boldu kirek yok balam ben sen bil bil. Ondan sonra patam kıçam üzerine ap soğan. Makasla. Ya var koydum balam ben razı oldum. Balam razı oldum balam razı oldum.